Xudoyim, topgan narsangizni sochingizga chaplaversangiz foyda bo'ladi deb o'ylarsangiz nima bo'ladi bilasizmi? Sochingiz terisini ham, sochingiz uchini ham dabdala qilib tashlashingiz mumkin. Chunki hammani sochi, boshini terisi individual bo'ladi. Ba'zilarda allergiya bermagan narsa boshqalarda beradi. 2 yil ichida men 12 xil retsept sinab ko'rganman. Bu retseptlarim farmatsevtlar tomonidan tekshirilgan va o'ylab topilgan. Nafaqat o'zimga, bolalarimga, hamma tanishlarimga ham ishlatib ko'rganman. 2 yildan keyin esa uni sotuvga qo'ydik. Lekin bu oson bo'lmadi. Chunki hamma mahsulotlarimizga tayyorlanadigan masalliqlarni Dubaydan, Misrdan, Qatardan olib kelishimga to'g'ri keldi. Sababi men mahsulotlarim eng sifatlisi bo'lishini va odamlarga foyda keltirishini, pullarni osmonga sovurmasligini xohladim. Hozirgi paytda quruq sochga ham, yog'li sochga ham, qayzg'oqlikka ham hammasi uchun mahsulotimiz bor. Har bitta naborimiz, mahsulotimiz individual tanlanadi. Farmatsevtlar buni ustida ishlaydi. Siz o'zingiz sochingiz uchun nabor tanlamoqchi bo'lsangiz, hoziroq direktga yozing. Sochingiz muammosiga qarab, halol va naturalniy qilib, sochingizni uzun va qalin qiladigan nabor tanlab beramiz.